Og'riqlar sizni qiynayaptimi? Bel og'riq, bosh og'riq, bo'g'imdagi og'riq. Ukollardan, dorilardan natija ololmayapsiz. Og'riqlar olasiz va bir hafta 10 kundan keyin yana bu narsalar takrorlanmoqda, to'g'rimi? Unda men sizlarga bir ajoyib mahsulot tavsiya qilaman. Ya'ni plaster. Oddiy ko'rinishga ega, lekin juda kuchli, oxirgi innovatsiya bo'yicha ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda O'zbekistonga bu kirib keldi. Ya'ni ko'rinishi bunday bo'ladi. Buning ichida girsen, kollagen, ya'ni girsen deganda jinshinda nazarda tutiladi. Glikozamin, magnezium, potassium va aloe veralari mavjud. Bu mahsulotni ishlatganingizdan keyin bitta masalan oyog'ingizda og'riq bo'ladigan bo'lsa, bo'g'imdagi og'riq, bitta unga emas, ichingizda qanaqa dardingiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqa og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, hamma kasalliklarni birdaniga yuvib chiqazib ketadigan bitta mahsulot hisoblanadi. Va bu mahsulotdan men o'zim bir kechada 70% effekt oldim. Agar to'liq ma'lumot kerakadigan bo'lsa, pastda nomerlar yozib qo'yaman. O'sha yerga bemalol telefon qilishingiz mumkin yoki Telegram kanallarimiz mavjud. Endi xudo xolasa keyingi videolarda bu mahsulotdan qanday effekt oldim va qanday mahsulotlari bor, bularni hammasini sekin-sekin qo'yib boraman.